Mana aziz muxlislar, mana Qashqadaryo viloyati Yakkabog' rayoni Choydori qishlog'iga mana qor yog'di, ajoyib mana. Kechadan beri, 2 kundan beri mana qor yog'yapti. Mana Choydori qishlog'i. Mana Choydori qishlog'i. Mana Choydori qishlog'ida ancha o'zgarishlar bor, katta o'zgarishlar bor. Mana farfina bor, mana tortlar bor, mana zakaz qilamiz. To'g'ridan ko'l to'ylarga xudo xolisa zakaz olaveradi. Sartaroshxona keyingisi mana Choydori market, go'zallik saloni keyingisi milliy taomlar, xotdak, somsalar bor. Xudo xolisa magazin mana o'zgarishlar ko'p. Xudo xolisa mana Choydori qishlog'imizda ko'rsatmas. Xudo xolisa mana o'zgarishlar ko'p. Mana xudo xolisa Shavkat akamizni mana samovaga qo'ydi, samovaga. Kelaverasizlar akalar. Samovaga qo'ydi, xudo xolisa ishga tushgan. Kechadan oldin ishga tushdi. Ikkita qo'yildi, ikkita. Xudo xolisa mana samovaga bu tomonda bitta yangiliklardan shu xudo xolisa o'zgarishlar ko'p. Choydori qishlog'imizda o'zgarishlar ko'p. Mana Shavkat akamizdan samovaga ochdi, xudo xolisa kelaverasizlar mana. Yo'l ustidan xudo xolisa ikkita qo'yilgan samovaga mana. Ishga tushdi, kechadan oldingi kunda ishga tushdi, xudo xolisa. Pulni tiqaverasiz, yo'l ketaverasiz o'zlaringiz.